Yakkasaroy tumani Yakkasaroy ko'chasida kottejlar sotuvga chiqdi. Kuzatib turinglar, qiziq bo'ladi. Ko'ryapsiz, katta ko'chaga bunaqasiga 100 metr, bunaqasiga 100 metr. Shu 3 ta kottejimiz sotilyapti. Ulardan bitta uгlovoy deysa, ya'ni bunisi sotilib bo'lgan. Xo'sh, ko'chalarni ko'ryapsizlar. Keng, bemalol mashina sig'adi. Bizda bunisi va oxirgi kottejimiz sotuvda turibdi. Ko'rib turinglar, hozir ichkarilarni ko'rsatib chiqaman. Ko'chalarning chiroyliligini qarang, avtomatik darvoza, kalitkalari bor. Kalitkadan kirganimizda biz ham shunaqa chiroyli proyektdagi uyimiz bo'ladi. Ziloniy zonalarga alohida e'tibor berishgan. Mashinalar bemalol sig'adi. Juda ham zo'r. Bu korobka holatida 75% tayyor holatda ekan. O'sha ichkarilarni qarang. Bu yoni garderobning qurishga mo'ljallangan ekan. Kirganimizda yo sanuzulga joy tashlab ketishgan. Bu katta hol bo'ladi. Holdan yonida bo'lsa открытый qilib oshxona qorsanglar bo'ladi. Xohlasanglar to'sib yuborasizlar. Xo'sh, undan keyin bu yoqda bitta xonamizni joylashtirsanglar ham bo'ladi. Proyekti zo'r ekan. Kvadrati 230 kvadrat. Podoli seli podol bo'ladi. Podolni videosini qo'yib yuboraman. Ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajda ham mansardaga ham zinasini qilib berishadi. Mansardasi ham bor, juda ham ajoyib proyektda bitgan ekan. Qaranglar, bu yerda ikkita spalniy zona tashlab ketishgan. Bu yerda sanuzulga joy bo'lsa, xo'sh, bu yerda orqada havo aylanishga joy tashlab ketishgan. Keyingi spalniyimizga o'tadigan bo'lsak, qarang, bu yoqni spalniy zona qilasizlar. Bu yerda sanuzul va garderob. Ko'ryapsizlar, hamma narsani sifatlisi, yaxshisi ishlatilgan. Korobka olishda bitta zo'r tarafi qanaqa mahsulot ishlatilganini o'zingiz ko'rasizlar. Pishgan ishlardan, yaxshi sementlardan ishlatilgan ekan. Narxini ot ko'chada aytaman. Yakkasaroyda joylashgan ushbu kottejimizning narxi $230 ming kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqaringlar, bitta like bosib bizani kuzatishda davom etinglar.